Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlarimizni qo'llab-quvvatlash, ularni haq-huquqlarini himoya qilish, ular uchun munosib shart-sharoitlar yaratish, bandligini ta'minlash, kasb-hunarga yo'naltirish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Shuningdek, yurtimizda oila institutini mustahkamlash, ularning nufuzini oshirish, huquqiy asoslarini takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Davlat rahbari tashabbusi bilan bugungi kunda qizlarimizga chuqur bilim va malakaga ega bo'lishi, yetuk va barkamol shaxs etib tarbiyalanishiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar hayotimizning barcha soha va tarmoqlariga yangilanish va yuksalish nafasini olib kirmoqda. Eng muhimi, xotin-qizlarimizning o'z kuchiga, ertangi kunga bo'lgan ishonchi tobora ortib bormoqda. Tumanimizda 132 ming aholi bo'lib, shundan xonadonlar soni 25.191 nafarni, oilalar soni 29.280 nafarni, xotin-qizlar soni 63.445 nafarni, 30 yoshdan oshgan xotin-qizlarimiz 26.366 tani tashkil etadi. Bugun xotin-qizlarimizni qo'llab-quvvatlash, ularni har tomonlama yordam berish maqsadida ayollar daftari tashkil etilgan. Mana shu 2024-2025 yillar davomida ayollar daftari jamg'armasi mablag'lari hisobidan 3287 nafar xotin-qizlarimizga salkam 1 milliardga yaqin mablag'lar ajratib berildi. Ushbu mablag'lar hisobidan xotin-qizlarimizning uy-joylari ta'mirlab berildi. Tadbirkorlik uchun imtiyozli kreditlar ajratildi. Bir martalik moddiy yordamlar berildi. Davolanish xarajatlari va kontrakt to'lovlari to'lab berildi. Shundan 1637 nafar ishsiz, ehtiyojmand xotin-qizlarimiz bo'lib, buning barchasini bandligi 2024-yilda to'liq ta'minlandi. 187 nafar doimiy ish joylariga xotin-qizlarimiz joylashtirildi. 546 nafari vaqtinchalik jamoat ishlariga jalb etilgan bo'lsa, 312 nafari kasb-hunarga o'qitildi. 119 nafariga subsidiya mablag'lari ajratib berildi. Tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan 188 nafar ehtiyojmand xotin-qizlar ayollar daftariga kiritilgan bo'lib, ularga 1 milliard 817 million so'm imtiyozli kreditlar ajratildi. Moddiy yordam ko'rsatilishi belgilangan jami 1402 nafar xotin-qizlardan 602 nafar boquvchisini yo'qotgan xotin-qizlarga, shu bilan bir qatorda 574 nafar ijtimoiy yordamga muhtoj birinchi va ikkinchi toifali nogironligi bo'lgan tezkor tibbiy muolajaga ehtiyojmand xotin-qizlar, 206 nafar qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi mavjud ehtiyojmand xotin-qizlarimizga 730 million so'm miqdorda bir martalik moddiy yordam mablag'lari berildi va homiylar tomonidan ham pul mablag'lari hamda oziq-ovqat mahsulotlari yordamlari ko'rsatildi. Uy-joy ta'mirlanishi belgilangan 13 nafar xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlab berildi va ular uchun 133 million so'm pul mablag'lari ajratildi. 60 nafar xotin-qizlarning 10 nafariga uy-joyiga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlandi va 50 nafar xotin-qizlarga esa ijara kompensatsiyalari to'lab berildi. Shu bilan bir qatorda 2 nafar xotin-qizlarimizni davolanishi uchun ayollar jamg'armasi hisobidan 11,5 million so'm ajratib berildi.
5 nafar ayollar daftariga kiritilgan oliy ta'limda tahsil olayotgan xotin-qizlarimizni kontrakt to'lovlari ayollar jamg'armasi hisobidan to'lab berildi. Bundan tashqari 18 nafar xotin-qizlar Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasidan 88,5 million so'm maxsus jarrohlik amaliyotlari va davolanish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlari qoplab berildi. Bunday misollarni bir qancha keltirishimiz mumkin. Birgina misol, Mirishkor tumani Obodon mahallasida yashovchi Qoray va Gulshan Yusupovna o'zining oilaviy sharoiti og'irligi sababli uzoq yillardan buyon qiyin ahvolda hayot kechirib kelayotgan edi. U ayollar daftariga kiritilgandan so'ng hayotida tub o'zgarish yasaldi. Ya'ni 80 million so'mlik imtiyozli kredit berildi. Kredit mablag'lari hisobidan mahalla qoshida tikuvchilik sexi tashkil etildi. Hunarmand uyushmasiga a'zo bo'ldi. Buning natijasida u ham o'zining, ham o'zi kabi ayollar daftarida ro'yxatda turuvchi 10 nafar xotin-qizlarni bandligini ta'minladi. Bir yilda 45 million so'mdan ko'proq daromad oldi. Bunday misollarni minglab keltirishimiz mumkin. Oilalar mustahkamligini ta'minlash, oilaviy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish, yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlash, oilaviy ajrimlarni oldini olish, namunali oilalarni hayotiy tajribalarini ommalashtirish, oilaning farzand tarbiyasi borasidagi mas'uliyatini oshirish, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, jamiyatda tinchlik va barqarorlikni saqlash, oilaning tutgan o'rnini targ'ib qilish bo'yicha 15-may Xalqaro oila kuni munosabati bilan Yangi O'zbekistonning ibratli oilasi ko'krak nishoni bilan tumanimizdan 11 ta oilamiz taqdirlandi. Kelajagi buyuk farzandlarning tarbiyasi oiladan, ularning axloq odobi esa ostonadan boshlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.